Damas avtomat korobkani bugun temasini polni tugatamiz inshaalloh. Avtomat korobkada shu bahaybat mashinani tortamiz. Mashina 3,5 tonna bo'ladi. 3,5 tonnadan tashqari biz motor qo'yganmiz. Motordan tashqari uji ispanlisi ham bor. Inshaalloh shu mashinada tortamiz. Odamga hayotida bir necha marta imkon beriladi. Ularni vaqtida ushlab qolmasang, keyingi hayotingdan butun umr nolib o'tasan. Mashinaga odamlarni yukladi, endi ketdi. Tog'amda bor mani Damas minish sangamas, super salon keremas, to'rtta ballon bo'lsa bas. Tog'amda bor mani Damas minish sangamas, super salon keremas, to'rtta ballon bo'lsa bas. Tog'am haydiydilar Damas, yo'ldan qocharamas ha. Ko'zing tushsa tog'amga bergan salom namaste, Namaste. Qilib avtomat korobkada mashina tortishni tavsiya qilmayman. U korobkaga ham, motorga ham ancha ziyoni bor. Biz endi prosta eksperimentga shunaqa qilib ko'rsatib qo'yibmiz.